alloh ushbu qo'l ko'tarib duo qilayotgan azizlarni o'zingdan so'raydigan so'rovlari bor, undan afzalini bergin. Tilaydigan tilaklari bor, undan yaxshisini bergin. Qilmoqchi bo'lgan duolari bor, undan a'losini bergin. Hamma ishlarni o'ngidan kelishini, xayr baraka bo'lishini nasib etgin. Alloh, o'zingdan yolborib so'raymiz. El yurtni tinch omon qilgin. Aziz vatanimizni jannat makon qilgin. Xalqimizni o'zingning roziligini topadigan xalqlardan bo'lishini nasib etgin. Barchalarimizni iymonda, islomda sobit qadam qilgin. O'zingni hidoyatingdan ayirmagin. Yanagi Ramazonlarga sog' salomat tinch omon kelib, bundan ham afzal va ziyoda tarzda ibodatlaringda qoyim bo'lishimizda o'zing sababchi bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azabannar. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.